هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Rahman tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Rahman suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Rahman Mekke'de nazil bolgan 78 ayet. Sure Rahman to'g'risida İmam Ahmed Zerraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam uningga Qur'onda keladigan tuvandagi asin degan so'zni asinin deb o'qimsan yoki asinin deb o'qimsan dedi. U men haqiqatan Qur'onning hammini o'qidim. Men albatta Qur'onning mufassil bölümünü bir rakat namazda o'qiy olayman dedi. O adam ishtiqa olgandek tiz o'qimsan. Men sening qanday o'qishing bilan karim yo'q. Men faqat payg'ambar alayhissalomning Qur'onning mufassal bölümünün 5dan boshlab 2dan qilib namozda o'qiganligini bilaman. İbn Mas'udning qarashicha Qur'onning mufassal bölümü Sure Rahman'dan başlanatdi dedi. İmam Abu İsa Tirmizi Cabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarning qishig'i chiqib, ularga Sure Rahmanning 5dan oxirgichilik o'qib berdi. Ular jim turib tinglashdi. Payg'ambar alayhissalom ularga shubhisizki men bu surani jinlarga kechida o'qib berdim. Ular sizlarga qaraganda yaxshi javob qaytargan edi. Men har qitim Alloh taolaning ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar degan oyati kelgan chig'imda ular Rabbimiz sening ne'matlaringdan hech narsani inkor qilmaymiz. Jimi hamd sana mansubdir deb javob qaytardi dedi. Buni Abu Bakr Bazzarmu rivoyat qilgan. Abu Ja'far İbn Jarir İbn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Sure Rahmanni o'qib ondan nima uchundirki men jinlarning o'z Rabbiga sizlarga qaraganda yaxshi javob berganligini anglayapman-ku dedi. Sahabeler ey Allah'ın peygamberi ular nima dedi deyishdi. O men o'qib Alloh taolaning ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar degan so'ziga kelsamlar, inkor qilmaymiz deb javob qaytardi dedi. Uni İmam Bazzarmu rivoyat qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Mihriban Allah Kur'an'ni ta'lim berdi. Onu hifz qilishni ve tushunishni osonlashtirib berdi. İnsanni yaratdi. Onunğa maqsadini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Kun bilan oy o'z burjillarida muayyan hesab bo'yicha sayr qiladi. O't cho'plar, dal-daraxtlar sajda qiladi. Ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. Allah osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliginlar uchun Allah tarozini bekitdi. O'lchamda adil bo'linglar. Tarozida kam bermanglar. Ziminni kishilarning foydalanishi uchun yaypan qildi. Ziminda meyveler, bo'g'inliq xormalar bor. Samini va danliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor.
Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Mehribon Alloh taolaning Qur'onni nozil qilganligi va uningdan ta'lim berganligi to'g'risida. Alloh taolo insonlarga o'z fazli va marhamati yuzidan bandalarga Qur'onni nozil qilganligini va Alloh taolo marhamat qilgan kishiga Qur'onni yod elishni va uni tushunishni oson qilganligini xabar qilib mundoq deydi. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. Uni hifz qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. İnsonni yaratdi. Onunğa maqsadini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Hasan mundaq deydi. Alloh taolo bandalariga so'zlashni o'rgatdi. Chunki Alloh taolaning Qur'onni ta'lim berishi uni tilovat qilishni o'rgatishdan iboratdir. Qur'onni o'rgatish insonlarga qiroat qilishni osonlashtirish, harflarning o'z o'rinlaridan chiqarilishi, kekirdek qismidan, ig'iz bo'shliqidan, ustunki va ostinqi lavlardan xilma-xil va turlik ovoz chiqarish usulida chiqarishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. La ilaha illalloh. Alloh taolaning kun, oy, osmon va zimindagi alomatlar to'g'risida. Kun bilan oy o'z burujlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. Ya'ni qarama-qarshi kelib qolmaydigan, bir-biriga so'qilib ketmaydigan inchga va puxta hisob bilan bir-biriga ergishib to'xtamasdan sayr qiladi. Kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turadi. Allah subhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yoritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. O't cho'plar, dal-daraxtlar sajda qiladi. Ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. Ibn Jarir mundaq deydi. Tafsirshunoslar bu oyatdagi dal-daraxtlar deb elingan so'zning g'olliq daraxtlar degan ma'noda keladiganligiga birligi keldi. Lekin oyatdagi Alloh taolaning o't cho'plar deb elingan so'zining asli ma'nosi yulduzlar degan ma'nodami va o't cho'plar degan ma'nodami keladiganligi uchun u so'zning bu yerda zodi qaysi ma'noni bildiradiganligi to'g'risida ular ixtilof qilishib qoldi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning u so'zning bu yerdagi ma'nosi yer yuzidagi o't cho'plar degan ma'noda deganligini rivoyat qiladi. Said ibn Jubayr, Suddi va Sufyan Savri qatorliqlarmi shundaq dedi. Buningga Ibn Jarirmi qo'shilgan. Mujahid u so'zning bu yerdagi ma'nosi osmondagi yulduzlar degan ma'noda bo'ladi dedi. Hasan va Qatadami shundaq dedi. Eng to'g'risini Alloh bilguchidir. Alloh taolaning tövendagi oyatiga asoslangan Mujahid qatorliqlarning tafsiri kuchli ma'noga egadir. Bilmamsanki osmonlardagilar, ya'ni farishtalar, zimindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va ziminda yashaydigan barliq mahluqotlar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonotlar Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi va nurg'un kishilar Allohga sajda qiladi. Allah osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliginlar uchun Allah tarazini, ya'ni adolatni bekitdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Biz haqiqatan
payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdiq va ular bilan birga insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. Alloh taolo bu yerda mushundoq deydi. O'lchamda zulm qilmaslikinglar uchun, ya'ni shaylarning hammasi haq va adolat bilan bo'lishi uchun Alloh taolo osmonlarni, zaminni haq va adolat bilan yaratdi. Shunga Alloh taolo bundoq deydi. O'lchamda adil bo'linglar. Tarazida kambamanglar. Ya'ni o'lchamda kambamanglar. Balki haq va odillik bilan o'lchab beringlar. Alloh taolo bu vaqtda bundoq deydi. Narsalarni to'g'ri tarazida tartinglar. Zaminni kishilarning foydalanishi uchun yaypan qildi. Ya'ni osmonni egiz yaratganidek zaminni kengri qilib yaratdi. Zaminning butun qit'alari va hamma joylarida har turlik, har xil shakllik, har xil ranglik va har xil tildagi insonlar bo'lganlik uchun zaminni ular bilan tavrab ketmay ching tursin deb uni egiz tog'lar bilan mahkam turadigan qildi. Zaminda meyveler, ya'ni ranglari, ta'mlari va puroqlari xilma-xil bo'lgan meyveler, bo'g'inliq xo'milar bor. Alloh taolo bu oyatda xo'mini uning ho'l va quruq holatida donliq va foydali meyve bo'lganligi uchun alohida tilga oldi. Samini bor donliq ziroatlar, ya'ni bug'doy, arpa va shularga o'xshagan g'o'llarini yaproqlar o'rab turadigan samini va bashaqliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor. İnsanның Alloh taolaning ne'matlaridan bahramand bo'ladiganlik to'g'risida. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Ya'ni ey insonlar va jinlar jamiyasi, sizlarga berilgan ne'matlar uch-qo'shqordir. Sizlar uningdan bahramand bo'lib turibsizlar. Sizlar uni inkor qilishga va uningdan tenishga qodir bo'la olmaysizlar. Mu'min jinlar aytgandek, bizmi ey Alloh, bizning Rabbimiz, sening ne'matlaringdan hech narsani inkor qilmaymiz. Jimi hamd sanolar sana xosdir deymiz. İbn Abbas, ey Rabbim, ne'matlarning hech qaysini inkor qilmaymiz dedi. Allah insonni, ya'ni atanglar Ademni cheksi jaranglaydigan sapaldek quruqlaydan yaratdi. Jinlarni o'tning yalqinidan yaratdi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning chiqadigan ikki joyining Rabbidir va ikki mag'rib, ya'ni kun bilan oyning patadigan ikki joyining Rabbidir. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U ikki dengizni bir tatliq, bir ochiq oqqizdi. Ular uchrashdi. Ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Ulardan marvoyit bilan marjon chiqadi. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Dengizlarda qatnayotgan tog'dek kemilar Allohning ilkididir. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Odam bilan jinning yaratilishining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda insonni cheksiz jiringlaydigan sapaldek quruqlaydan yaratganligini, jinlarni o'tning yalqinidan yaratganligini bayon qildi. İmam Ahmed Ayşa'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Farishtalar nurdan yaratıldı. Jinlar o'tning yalqindan yaratıldı. Odam sizlarga sifatlangan narsadan, ya'ni cheksiz jiringlaydigan sapaldek quruq laydan yaratıldı. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Allah Teala mundaq deydi: "Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsalar?" Bu oyatning tafsiri yuqorida bayon qilindi. Allah Teala'nın özünün iki məşriq bilan iki məğribning Rabb ekanligini tilga olganlik to'g'risida. U iki məşriqning, ya'ni kunning yoz bilan qishda chiqadigan iki o'rnining Rabbidir va iki mag'ribning, ya'ni kunning yoz bilan qishda patadigan iki o'rnining Rabbidir. Allah Teala yana bir oyatda mundaq deydi: Məşriqlarning va mag'riblarning Rabbi bilan qasamki. Bu oyatdagi məşriqlar bilan mag'riblar har kuni kunning oldingi kundagidan o'xshamaydigan joydan chiqishi, o'xshamaydigan joyda sayr qilishi va kishilarga har kuni oldingi kuniga qaraganda farqli ko'rinishi bilan amillashidir. Allah Teala yana bir oyatda mundaq degan: U məşriqning va mag'ribning Rabbidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgin, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgin. Bu oyatda mutlaq məşriq bilan mag'rib ko'z tutiladi. Məşriq bilan mag'riblarning farqli bo'lishida jinlar bilan insonlardan iborat maxluqotlarga foyda manfaatlar bo'lganligi uchun Allah Teala mundaq deydi: Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsalar, Allah Teala'nın iki xil dengizni va kemalarni yaratganligini tilga olganlik to'g'risida. U iki dengizni biri tatliq, biri ochiq oqqizdi. Ular uchrashidi. İbn Zayd Allohning ular uchrashidi degan oyatini Allah Teala ularning orasini ayirib turg'uchi parda va to'smalarni qilib, ularning bir-biriga uchrashishini to'sib turdi deb tafsir qildi. Allah Teala'nın iki dengizni degan oyatidan biri tuzluq, yana biri suy tatliq daryo ko'z tutildi. Tatliqi insonlar orasida iqib turayotgan daryolardan iboratdir. Biz bu haqda Sura Furqondagi Allah Teala'nın Allah qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzluq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishanga bo'lgan holda qo'yib etdi. Ayrılışıp ketmasligi uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi degan oyat ustida tafsiliy to'xtaldik. Ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ya'ni daryo dengizga, dengiz daryoga qo'shilib, biri yana birining suyini buzib, uning asli maqsad qilingan sifatini yo'qotib qo'ymasligi uchun Alloh Taolo ularning orasida zamindan iborat to'sma barpo qildi. Ulardan marvoyit bilan marjon chiqdi. Dengizdan chiqadigan marvoyit bo'lsa, hammaga tanishliqdir. Marjonga kelsak, Mujohid, Qatada, Abu Rezin, Zahhak va Ali qatorliqlarning aytishicha, marvoyitning ushshoqlari marjon deyiladi ekan. İbn Jarirning ba'zi salaf ulamolaridan rivoyat qilib berishicha, marvoyitning cho'nglari va yaxshilari marjon deyiladi ekan. İbn Abu Hatim İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar osmondan yomg'ir yog'sa, dengizdagi qululalar eg'izlarini ochadi. Uning ichiga tushgan yomg'ir tomchilari marvoyit bo'ladi. Marvoyit bilan marjonni zinnat buyumlari qilish Alloh Taolo tomonidan ahli zaminga berilgan ne'mat bo'lganligi uchun Alloh Taolo uni ularga aslatib mundaq deydi: Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsalar,
Dengizlarda qatnayotgan tağdek kemiler Allah'ның ilkididir. Yani insanların menfaati üçün ular ehtiyaclıq bo'lgan her türlü buyumlarni qo'lga keltirish yo'lida ticaretçiler ve hünerverler özlerinin yük taqqalari bilan o'ltirib qit'adan qit'aga, davlatdan davlatga qatnayotgan kemilarning cho'ngliqi tog'lar o'xshaydi. Şuna Allah Teala mındaq deydi. Ey insanlar, cinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? Elhamdülillah. Yuqorida Sura Rahman tafsiridan 25. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.